Yunusobod 4-kvartalda sotuvimizda bir xonali uyimizda birinchi etaj 43 kvadratniy metr. Fransuzskiy planirovka. Yangi remont ham etsam bo'ladi, tayyor kirib yashaydigan uy. Mana qarang, birinchi etaj, oldi огород, biqinlari ham огород. Bitta Yevrosetka bilan o'rab, mazza qilib foydalansangiz bo'ladi. Mahallaga keladigan bo'lsa, polning daraxtboz yashil hududimizda uyi egalari 52.200 AQSh dollarda so'rashyapti, sunnatli kelishiladigan joylari bor. Uy egalarini telefon raqamini napisanda qoldiraman, aloqaga chiqarasiz, birgalikda uyni ko'ramiz. Asosiy eshigidan kirganimizda bizda prixoshka G-образный bo'ladi. Xo'p, keling. Bu tarafdan boshlaydigan bo'lsak, bizda hamon tualetimiz birlashgan holatda chiroyli qimmat kafilli sifatlisidan taxib qo'yishibdi. To'g'riga kiradigan bo'lsak, bizda oshxonamiz bo'ladi. Elektrika, santexnika, hamma narsa yangilangan. Keling, bu tarafimiz esa zalimiz. Bu planirovkada eng hadovoy nimaga hisoblanadi? Burada zali 30 kvadrat bo'ladi. Mana shu zalimiz 5x6 30 kvadratniy metr. Mebel texnikalarni joylashtirib, mazza qilib yashasangiz bo'ladi, konditsionerlari qoladigan. Aytib o'tganimdek 52.200 AQSh dollarida egalari so'rashyapti. Egalarining telefon raqamini napisanda qoldiraman, aloqaga chiqaverasiz.